Assalomu alaykum. Turk tili milliy sertifikatida konuşma bölümü qanday bo'ladi? Demak, konuşma bölümida sizga jami 8 ta savol tushadi. 8 ta savol. Demak, dastlabki 3 ta savol. Ya'ni bu yerga 1, 2, 3 deb yozib olamiz, hammaga juda tushunarli bo'lishi uchun. 3 ta savol tushadi ketma-ketlikda. Ya'ni birinchi savolga gapirasiz, vaqt tugaydi, keyingi savolga o'tadi. Demak, siz birinchi savolga 30 sekund gapirishingiz kerak. 30 sekund. Ikkinchi savolga ham 30 sekund gapiriladi. Uchinchi savolga 30 sekund. Demak, har bir savolga 30 sekund, 30 sekund, 30 sekund gapirishingiz kerak. Xo'sh, kompyuterda topshirasiz konuşma bölümini. Ekranda savol paydo bo'ladi va sizga 30 sekundlik savollarga tayyorgarlik sifatida 5 sekund beradi. 5 sekund. Ya'ni 5 sekund orqaga sanaydi. 5, 4, 3, 2, 1 deydi-da va bu 30 sekund orqaga sanaydi. Ya'ni 30, 29, 28 deb ketadi. Siz mana shu 28-sekund kelganda gapirib boshlaysiz va 3-4 sekund qolganda tugatasiz. Ya'ni siz audio boshlangandan 28-sekunddan boshlab gaplaysiz va 3 yoki 4 sekund qolganda tugatasiz. Nima uchun 3-4 sekund qolganda tugatish kerak? Chunki siz gapiryapsiz. 0 bo'lganda tugatishingiz shart emas. 3-4 sekund qolganda tugatishingiz kerak. Misol, kattaroq gap aytmoqchi bo'ldingiz, lekin 8 sekund qoldi deylik. 8 sekundda ulgurmaysiz misol uchun. Demak, sal qisqaroq gap aytish kerak. Shuning uchun rejalashtirib 3 sekund qolganda tugatish kerak-da, iloji bo'lsa. Bu tavsiyam shunday. Misol, siz gapiryapsiz, vaqt tugab qoldi. Demak, ovozingiz yarim yozib olinadi. Endi bu fikr tugallanmagan degan bir xulosaga, vaqtga qaralmadi degan xulosaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun demak, mana bu dastlabki 3 ta savolga 28-sekunddan boshlang va 3-4 sekund qolganda tugating. Mana shunday bo'ladi. Endi 4-savolimiz keladi. 4-savolimiz bu rasmli savol hisoblanadi. Rasmli savol deganda endi bir chorni belgi chiqarilgan bir qavatli yam-yashil maydonda turgan bitta uy bor va ko'p qavatli uy bor. Va sizga mana bu raqamlaymiz 4, 5, 6 deymiz. Ikkita rasm chiqadi va savol shunday: bu rasmlarda neler görüyorsunuz? Karşılaştırabilir misiniz? Bu rasmlarda nimani ko'ryapsiz? Solishtira olasizmi degan. Demak, siz bu savolga 45 sekund gapirishingiz kerak. 45 sekund va tayyorgarlik vaqti endi bu 10 sekund. Ya'ni rasmlarni ko'rib, farqlarini ko'rib olishingiz uchun. Demak, buni ham ko'rib oldik. 45 sekund gapirdingiz. 10 sekund tayyorgarlik vaqtini ko'rib. Endi buni qaysi sekunddan boshlaymiz? 43. 43-sekunddan boshlaysiz va 3-4 sekund qolganda tugatasiz. Yana shu qoida, ya'ni misol ovoz yozib boshlangandan bittada boshlasangiz, balkim yaxshi yozib olinmasi mumkin, balkim yaxshi yozib olinar. Yaxshisi 43 da boshlab 3-4 sekund qolganda tugatganingiz yaxshi. Ya'ni bu yaxshi holat o'zi. Baribir sizni ekspert bitta savolga javob berishingizdan bittada biladi. Darajangiz qanday, boshqasi. Shuning uchun 43 da boshlang, 3-4 sekund qolganda tugating, yaxshi bo'ladi. Demak, bu rasmli savol edi. 4-savol. Endi 5-savol bu 30 sekundlik savol bo'ladi. Ya'ni siz 5-savolga 30 sekund gapirasiz. 30 sekund. Tayyorgarlik vaqti 5 sekund bo'ladi. 5 sekund. Endi 6-savol ham xuddi shunday. 30 sekund gapirasiz. 5 sekund tayyorgarlik vaqti bo'ladi. 5 sekund tayyorgarlik vaqti. Xo'sh, bu dastlabki 6 ta savol hisoblanadi. Endi baholanishni ham shu joyda tushuntirib o'taman. Misol, mana bu dastlabki 3 ta savolga sizga mana bu joyga yozaman. Xo'sh, 1-3-savolga sizga 5 ball beradi. 4, 5, 6-savolga ham 5 ball beriladi. Maksimal yaxshi gapirsangiz 5 ball. 7-savol bor. Endi kelamiz. Unga ham 5 ball beriladi. 8-savol
bor bunga 6 ball beriladi. Jami qo'shsak 10, 15, 21 ball. Demak, mana shu 21 ballni misol hammasini javob berdingiz. Misol 10 ballik deylik. Ana endi jadvalga qo'yadi-da, 75 likda baholab sizga ballingiz chiqariladi. Demak, savol baholanishini tushuntirib o'tamiz. Birinchi, uchinchi savollarga, mana bu uchalasiga 5 ball maksimal. Mana bu 3ta savolga, 4-chi, 5-chi, 6-chilarga 5 ball. 7-chiga endi o'tamiz 8-savol bilan. 7-savolning o'ziga 5 ball, 8-savolning o'ziga 6 ball beriladi. Shularni qo'shib jami 21 ball bo'ladi. Bu 21 ballni jadvalda 75 likda to'g'rima-to'g'ri qilib shkala tuzishgan jadval. Shunga binoan ballingiz chiqariladi. Endi keyingi qismiga o'tamiz. Ya'ni 7-savolga. Xo'sh, bu 7-savol deymiz. 7-savol. Xo'sh, 7-savolda bitta rasm beradi. Bu rasm endi mavhum nisbat degan rasm bo'ladi-da. Bu abstrakt mavzuda. Endi buni rasmni ko'rib hech narsa tushunmaysiz. Men aniq bilaman, misol soat bor. Soatni bu yerda telefon chiqqan, yaqinlashtirgich bor, pochta bor, daftar bor, linka bo'lishi mumkin. Ya'ni bulardan nima tushunish mumkin? Bu mavhum surat. Baribir siz mana bu A, B, S deymiz. Mana bu 3 ta reja asosida gapirasiz. Siz bu 7-savolga, ya'ni mana bu 3 ta rejali savolga 2 daqiqa gapirasiz. 2 daqiqa. Tayyorgarlik vaqti bormi? Bor. Tayyorgarlik vaqti tayyorgarlik deymiz. T dedim bo'ldi. 1 minut. Ya'ni tayyorgarlik vaqtingiz 1 daqiqa. 1 daqiqada bemalol mana shu 3 ta savolni rejasini o'qib, tayyorlanib olsangiz bo'ladi. O'zi bilimni baholash agentligida sizga mana bunday qog'oz beriladi. Mana shunday kattalikda. Kichkinagina qog'oz, shunga ruchkada bemalol yozib, tayyorlanib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, undan keyin siz javob berayotganingizda 2 daqiqa gapirishingiz kerak-ku. Vaqt yana shu orqaga sanaydi. Orqaga sanaganda, xo'sh, 159, 158 bo'lib ketadi. Siz 58 da yoki 57 da boshlang. Misol 57 da boshladingiz, qachon tugatasiz? Har doimgidek 3-4 sekund qolganda. Ya'ni umumiy vaqt tugashini 3-4 sekund qolganda siz mana bu 7-savolni tugatishingiz kerak. Ya'ni fikringizni tugatib qo'yishingiz kerak. Ana shunday. Keyin 3 ta savolga javob berib bo'ldik. Endi 8-savolga o'tamiz. 8-savol. Xo'sh, eng qiyin savol deb bemalol men mana shu 8-savolni ayta olaman. Xo'sh, 8-savolda ham siz 2 daqiqa gapirishingiz kerak. 2 daqiqa. Tayyorgarlik vaqti beriladimi? Ha, beriladi. Tayyorgarlik vaqti 1 daqiqa. 1 daqiqa. Yana shu mana bunday kichkinagina qog'oz beriladi. Mana shu qog'ozga qarab bemalol 1 daqiqa yozib, boshqa qilib tayyorlanib olsangiz bo'ladi. Va yana tayyorlanib bo'lganingizdan keyin vaqt orqaga sanaydi. 159, 158, 157 deb ketaveradi. Endi siz 57 da boshlang. Va yana shu qoida 3-4 sekund qolganda tugating. Nima uchun 3-4 sekund qolganda tugatamiz hamma savolni? Chunki siz aniq bilmaysiz. Misol 2 deganda tugatib qo'yishingizga yoki 1 deganda tugatib qo'yishingizga, balkim sizning fikringiz biroz kengroq bo'lishi mumkin. Misol, kattaroq gap tuzdingiz, 0 bo'lib ketdi, audio yopildi, lekin siz gapiryapsiz. Bunda foydasi yo'q. Fikringiz, gapingiz tugallanmay qolishi mumkin. Shuning uchun rejalashtirib gaplang, ekranda o'zi vaqt ko'rinib turadi. Siz 3-4 sekund qolganda tugatishingiz kerak. Bitta ovoz boshlangandan gapirib yubormasdan oradan 1 sekund yoki 2 sekund o'tsa hech narsa qilmaydi. Ya'ni 2 sekund o'tiring, misol 158 da gapiring, 57 da gapiring, lekin 53 larda gapirib boshlamang. Misol 58 da boshlang yoki 52 da boshlang. Ya'ni bittadan gapirib ketmang, oradan 2 sekund o'tsin. Bu 2 sekund hech narsani hal qilmaydi. Demak, 3-4 sekund qolganda tugating 8-savolni. 58 da, 158 da yoki 157 da boshlang. Ana shunday bo'ladi. Xo'sh, bunga qanday gapiramiz? Bitta savol beradi. Misol, mana shu savol deylik. Shu savolni o'qiysiz va savolni o'qiganingizdan keyin sizni ekranda, ya'ni ekranda jadval chiqadi. Misol, lehine
Alekine degan. Lekine bu foydasi deymiz. Alekine degani zarari. Ya'ni mana bu berilgan savolni foydali taraflari va zararli taraflari berilgan jadvalda. Misol, har biriga 3 ta argumentdan berilgan. Endi siz 1 daqiqa tayyorgarlik vaqtida nimaga tayyorlanishingiz kerak? Foydasidan 2 ta bandni olib gapirishingiz kerak, chiroyli qilib sharhlashingiz kerak. Zararidan 2 ta argumentni olib yoki 2 ta bandni olib, chiroyli qilib 2 daqiqada gapirishingiz kerak. Xo'sh, endi qanday shartlari bor? Asosiy 2 ta sharti bor. Birinchisi jadvalni o'qimaslik. Jadvalni o'qimaslik. Ya'ni siz jadvalni o'qib bermasligingiz kerak. Bu jadvalni mana shuni yalnız depression deb boshlab turib meni achabilir desangiz, bu bo'lmaydi. Chunki jadvalni o'qigan bo'lasiz. Buni bir boshdan buyoqqacha o'qisangiz, ma'noli, ifodali, pauzalar bilan o'zi 2 daqiqa chiqishi mumkin-da. Shuning uchun siz sinonimlardan foydalanishingiz kerak. Misol, sinonim so'zlardan, ya'ni ma'nodoshlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Muhimi, birinchi qoida, demak, jadvalni o'qimang, mana shuni oling, lekin sinonimlardan foydalaning. Ana shunda yaxshi chiqadi. Demak, birinchi jadvalni o'qimaymiz. Ikkinchisi, har tarafdan 2 ta argument olinishi kerak. 2 tadan argument olinishi kerak deymiz. Argument olinishi. Ya'ni foydasidan 2 ta, zararidan 2 tani olib sharhlab berishingiz kerak. Endi yana bir muhim jihati bor. Faraz qiling, siz bu jadvaldagi argumentlar foyda zararlaridan yoqmadi sizga, misol qiyindek tuyuldi. O'zingiz bemalol mana bu foydasiga o'zingiz 1 daqiqa tayyorgarlik vaqtida 2 ta foydasini yoki 2 ta zararini bu jadvaldan foydalanmay x qo'yib, kerak x qo'ymaysiz-ku, endi shu payt men tushuntirishdan aytyapman. Bu kerakmaydi deb turib, o'zingiz 2 ta foyda, 2 ta zararni olib, ya'ni o'ylab, nima qilib, fikrlab, shuni ham chiroyli qilib 2 daqiqada tushuntirib bersangiz bo'ladi. Xo'sh, qaysi yaxshi? O'zimiz 2 ta foyda, 2 ta zararni topganimiz yaxshimi yoki jadvaldan foydalangan yaxshimi? Agar mavzu oson bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingiz tutsangiz bo'ladi. O'zingiz 2 ta foydani, 2 ta zararni topsa bo'ladi. Lekin mavzu klonlash mavzusi bo'lsa, misol juda bir qiyin mavzular tushsa, mana bu jadvaldan foydalangan yaxshi. Jadvaldagi juda mujmal, qiyin argumentlar bo'lsa, bemalol o'zingiz 2 tadan gapirsangiz bo'ladi. O'zingiz tuzishingiz mumkin bo'lsa, jadval nima uchun beriladi? Jadvalni berishdan maqsad, misol bitta mavzu tushdi deylik. Misol klonlash yoki inson prinsiplari tushsin deylik. Prinsiplari. Qiyin mavzular bular. Misol klonlash mavzusi tushdi, siz mana shu klonlashni 1 daqiqa tayyorgarlik ko'rib turib, 2 ta foydani, 2 ta zararni aytishingiz qiyin bo'ladi-da. Shuning uchun jadvaldan foydalangan ma'qul deb hisoblayman. Lekin juda oddiy misol mavzu tushsa, bemalol misol oila, ta'lim, sport, undayda bittada 2 ta foydani, 2 ta zararni aytsa bo'ladi. 2 ta foydani jadvalga qaramay o'zingiz kashf qilib bemalol aytsangiz bo'ladi. Uni hech yomon joyi yo'q. Qaytanga yaxshi ham bo'lishi mumkin. Siz bu yerda sinonimdan foydalanib topaman deguningizcha xato qilishingiz mumkin. Topaman, sinonimni qo'yaman desangiz, balkim xato bo'lishi mumkin. 2 ta foydani, 2 ta zararni o'zingiz topganingiz yaxshi bo'lsa, qachon? Demak, oddiy mavzu tushsa, mana shunda o'zingiz topsangiz ma'qul. Lekin qiyin savollarda mana bu jadvaldan foydalanganingiz yaxshi. Xo'p, eng ko'p konuşma bo'limida qaysi savolda xato qilinadi? Misol, eng ko'p konuşma bo'limida qaysi savolda xato qilinadi? Birinchida hech qanday xato bo'lmaydi. Eng asosiy xato mana bu 8-savolda bo'ladi. 8-savol mana bu jadval. Qanday xatolar chiqadi? O'quvchi kelib yaxshi gapiradi, lekin mana bu 8-savolni o'zi 6 ball beryapti-da. 6 ball. Buni olish kerak. Yaxshi qilib olish kerak bu balldan. Siz yaxshi gapirarsiz, lekin
mana buni bitta gapni o'qib turib, ikkita gap aytsangiz, u yaxshi bo'lmaydi. Chunki siz o'qiyapsiz. Chunki siz jadvalni o'qiyapsiz. Tavsiyam buni o'qimang. O'qimasangiz ana shunda yaxshi bo'ladi. O'qimasangiz. Sinonimdan foydalanib gapirgan yaxshi. Ko'pchilikda shikoyat mana shu konuşma bo'limida bo'ladi. Bu yaxshi gapirdim deydi, lekin u mana buni o'qib chiqqan bo'ladi faqatgina. Bu o'qilsa, u nima foyda buni siz ifodalar o'qib beryapsiz, unda ball past chiqadi. Shuning uchun maksimal mana bunga tayyorgarlik ko'rganingiz yaxshi. Chunki bu 2 daqiqa gapiriladi. 2 daqiqa gapiriladi va bu jadvallarni gapirish qiyin. Siz aytishingiz mumkin, 7-savolga ham 2 daqiqa gapiriladi desangiz, men aytaman. 3 ta rejasi bor-da buni. 3 ta reja bor. Siz har bir rejaga 30 sekunddan gapirsangiz, o'zi 1,5 daqiqa chiqyapti-da. 1:30. 1,5 daqiqa chiqyapti mana bu yerda. Siz bu yog'iga 30 sekundni, bir 10 sekundini yoki 15 sekundini pauzalar bilan, o'ylanishlar bilan o'tkazib yuborasiz. Qolgan balkim bularga 45 dan gapirarsiz, 40 dan gapirarsiz. Biroz birisi ko'proq gapirilib ketar. Ya'ni bular u 30 sekundlik deb qabul qilsangiz ham bo'ladi. Siz 2 daqiqalik taymerda gapirasiz, to'g'ri, lekin buni gapirish oson. 7-savol, chunki 3 ta rejasi bor. 3 ta rejasi bor. Yokida mana bu 30 sekundliklarga, 45 sekund savolga bularga ham gapirish oson. Siz maksimal qiynaladiganingiz mana bu 8-savol. Shuning uchun iloj bo'lsa har kuni mana shunday 2tadan 8-savolga ko'proq tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Chunki eng qiyin savol bu 8-savol hisoblanadi. Jadvalni o'qimasdan 2 ta foyda, 2 ta zararni chiroyli qilib 2 daqiqada gapirib berishingiz kerak. Muhimi jadvalni o'qimang. Mana, jadvalni o'qimang. 2 tadan argumentni yoritib bering. Ana shunda xudo xohlasa konuşma ballingiz yaxshi chiqadi.